1944-yil fevral oyi oxirlarida tarixdagi eng qayg'uli sahifalardan biri boshlandi. Bu sana Chechen va Ingush xalqlarining ommaviy surgunga tamg'alangan kuni sifatida yodga olinadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sha paytda 700 mingga yaqin aholi o'z tarixiy vatani Shimoliy Kavkaz hududlaridan majburiy ravishda ko'chirib yuborildi. Bu operatsiya Sovet hukumati tomonidan rejalashtirilgan bo'lib, Iosif Stalinning buyrug'i bilan uni amalga oshirishga Ichki ishlar xalq komissarligi hamda harbiy qismlar jalb etilgan. Minglab qurolli xodimlar ishtirokida aholi qisqa vaqt ichida uylaridan chiqarilib, temir yo'l bekatlariga olib ketilgan. Odamlarga o'zlari bilan birga faqatgina eng zaruriy shaxsiy buyumlarni olishga ruxsat berilgan. Surgun hayvon tashish uchun mo'ljallangan isitilmaydigan vagonlarda qishning qahraton sovug'ida amalga oshirildi. Yo'l sharoitlarining og'irligi, oziq-ovqat va tibbiy yordamning yetishmasligi tufayli 10 minglab insonlar, ayniqsa bolalar, keksalar va bemorlar manziliga yetib bormasidan halok bo'ldilar. Ayrim manbalarga ko'ra, bu qurbonlarning soni 70 ming atrofida deb ko'rsatiladi. Bu voqea nafaqat demografik, balki madaniy va ijtimoiy jihatdan ham xalq taqdiriga ulkan zarba berdi.